Mana bu man. Yeyishga narsa qidiryapman. Ishim qiyinlashib ketsa, o'rnimdan turib muzlatgichni ochaman. Shunchaki ichini ko'zdan kechirib biror narsa olgach ishga qaytaman. Yarim soatdan keyin yana shunaqa holat. Aslini olib qarasa qornim ochmagan bo'ladi. Har kuni haqiqiy ovqat o'rniga shunday mayda-chuyda narsa yeyishga o'rganib qolibman. Albatta bu hayotim uchun xavfli. Shu sababli muhandis sifatida muammoni o'rgana boshladim. Menga avval aniq raqam kerak edi. Keyin shunday hisoblagich yasadim. Qobig'ini 3D printerdan chiqarib kerakli dasturni yozgach, hammasini yig'ib bitirdim. Keyin uni 3 kun davomida sinadim. 22, 18, 20. Wow, kuniga o'rtacha 20 marta muzlatgichdan mayda-chuyda gazaklar yerkanman. Eng qizig'i buni sababi ochlik emas, bu shunchaki yomon odat bo'lib shakllanib qolgan va uni tezda to'xtatishim kerak. Ammo shundaki, bu eshikni ochish men uchun juda ham oson. Shu sababli o'zimni boshqarishni o'rniga muzlatgichni biroz o'zgartirib qo'ydim. 3 ta motor, bitta mikrokontroller, ozgina sim va old tarafiga shaffof qopqoq. Muzlatgichim endi qimmatbaho seyfga o'xshab qoldi. Va keyingi qiladigan ishimiz har xil vazifalar. Tasavvur qiling, endi muzlatgichimning eshigi nechtadir ajimane kilometrlab yugurish yoki juda ham baland baqirishdan so'ng o'z-o'zidan ochilishga dasturlangan bo'ladi. Qiziqmi? Bu meni sog'lom hayotim uchun juda ham kerak. Endi oddiy bir yemish qanchaga tushishini siz hal qilasiz. Izohlarda qanday vazifa qilsam ochilish kerakligini yozib qoldiring. Siz aytgan eng vahshiy vazifalardan birini dasturlab ko'ramiz.